Shukrullo domla, kim u bola gapirayotgan gapida nimani maqsad qilyapti? Damaschilarni undoq deymiz, bundoq deymiz. Undoq dedimi, demadimi hali to'g'ri. Shukrullo domlamizni kichkina bir ahmoq malomat qilib chiqibdi. Shular ogohlantirib qo'ying. Ular yaxshi ish qilishmayapti debdilar. O'zi ba'zi odamlarning ichida shunaqangi bir hasad degan narsa bo'ladi. Shukrullo domla masalan ma'sum odam emas. Masalan uchun 100% har doim haq bo'lib xatosiz degani emas. Xatolari bo'ladi. Lekin ummatni imomgarchilikni qilib turgan, imom bo'lib turgan odamlarga mana shunaqangi yoshlarni, yosh bolalarni toshbo'ron qildirish asli yaxshi emas. Kelib chiqish nuqtasi yaxshi emas. Lekin u bolani nima deyotganiga o'zi ongi yetmaydi. Fahmi unaqa darajada bo'lmaydi. Kimga tosh otayotganligini his qilmaydi. Gapirish kerak ekan, blogerlik gapiraveradi. Uni tagida keyin hasadi bor odamlar uni qo'llab-quvvatlaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Toifga borganlarida Toif ahli u zotni yaxshi qabul qilishmadi. Yaxshi qabul qilishmaganlarini ustiga ustak yosh bolalarga gijgizlab toshbo'ron qildirishdi. Yosh bolalar payg'ambar alayhissalomga tosh otishadi. Ular bilishmadi. Butun olam uchun rahmat bo'lib kelgan payg'ambarni toshbo'ron qilishayotganini bilishmadi. Ular o'yin qilishadi. Ularni o'yin qiladi. O'sha bola qo'yib ketgan, Muhammad alayhissalomga tosh otgan odamlarni ishga tushadi. Ya'ni pozitsiyalarni aytyapman. Qaysi pozitsiyadasiz? Tosh otgan tarafdamisiz yoki toshbo'ron bo'lgan tarafdamisiz? Shukrullo domla, kim u bola gapirayotgan gapida nimani maqsad qilyapti? Damaschilarni undoq deymiz, bundoq deymiz. Undoq dedimi, demadimi hali nima uchun uni aytdi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ro'za Ramazon oylari hammalaringga muborak bo'lsin. Bu ayrim yozuvlarga ko'zim tushib qolyapti. Men haqimda qayg'urib, darsingni qilsam bo'lmaydimi, maktabingga borsam bo'lmaydimi degan yozuvlarga ko'zim tushib qolyapti. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Meni o'layotganlaring uchun Xudoga shukr, maktab baholarim yaxshi, o'qishlarim yaxshi. Bu hammamiz bir-birimizga yaxshi gumonda bo'lganimiz yaxshi. Mana oilada bitta o'g'ilman, bitta opam, ikkita singlim bor. Buni bitta oilada bitta o'g'illiklar buni mas'uliyatini biladi. Bu mas'uliyati juda katta. Meni o'zi oldindan taniganlar ham yaxshi taniydi meni. Men 6-7 yoshimda ota-onamga qaralashib, ro'zg'orga qaralashib, shu 6-7 yoshimdan ishlayman men. Xudoga shukr, hozir yaxshi. Hammalaringga Ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Men hammalaringni yaxshi ko'raman.